Inshaalloh shu darajada boy bo'ling jigar. Instagramda, Telegramlarda kasal bolachalarni, insonlarni ko'rib qolganingizda, qancha kerak ekan 30 ming dollarmi ketdik o'zim Hindistoniga ham boshqasiga olib borib kelaman deb oyiga 50 talab, 100 talab bolani davolating. Avvalo hech kim kasal bo'lmasin. Janob, boy 100 ta davolatingiz ko'p emasmi desa o'chir ovozingni. Kerak bo'lsa 200 ta. Pulingizni miqdorini, tagini bilmaydigan darajada boy bo'ling jigarim. Otangizni oldiga borib, otajon, bilaman ko'nglingiz yosh, armon bo'lib qolgan, lekin mana sizga Ferrari'ning kaliti. Yuring ikkalamiz shaharda bir martaga buzib dorilatib kelaylik deng. Onajongami? Onajon, tug'ruq azobi dunyoda ikkinchi o'rinda turar ekan. Tiriklaring yonishdan keyin 72 ta suyak sinish bilan bir xil ekan. Shuni 100 dan birini oqlamoqchiman siz uchun. Boshidan tilla soching. Mana onajon 30 kunlik 10 xonali mehmonxonaga ikkalamizga ketdik. Nevaralarni olib, yo mayli baqir-chaqir kerak emas. Xolajonni oling. Qanday bo'ladi jigarim? Men sizga shu narsani tilayman. Pul topishda, pul masalasida 5 qo'lni 5 barmoqni og'zingga tiqma deydi. Lekin niyat qilishda chegarasi yo'q. Tog'day so'ra mushtay beraman deydi Allohim. Sizchi cheksizlikka, koinotga, samoni qo'shsa qanaqa son kelib chiqadi? Shunaqa darajada so'rang. Alloh aytar ekan, qani edi mendan so'rasa berardim. So'rang, kecha kunduz so'rang, beradi.